Assalomu alaykum hurmatli xaridorlarimiz va obunachilarimiz va Behruz obunachilari. Men sizlarga hozirda Jack X2 mashinamizda bir xarid qilgan mijozim bor. Kechqurun topshirdik. Kech bo'lganligi sababli men videoni boshini ola olmay qoldim. Shuning uchun bugun boshini olib, kechagi kunda men sizlarga to'liq videosini qo'yaman. Faqat videoni oxirigacha ko'rib, Behruz O'zbek kanaliga obuna bo'lib, qo'ldan kelgancha podpishka, like, kommentariy bilan podpishka qilib turinglar. Umarım video sizlarga yoqadi degan umiddaman. Undan tashqari bu mashinamizdan olgan bir mijozimizni ham yo'lda ko'rib qoldik. Ularni ham videolarini qo'shib ketganman va qanday bank misol uchun boshqa viloyatdan kelgan odam qanday misol uchun xizmatlarni qilib berishlarini ham ko'rsatib borganman. Faqat videoni oxirigacha ko'ringlar. Ko'pchilik biladi, bu Jack X2 pultaparma mashina, 2 atmosferli motor, Toyota bilan samlesni ishlangan. 147 ot kuchiga ega. Undan tashqari yuk ko'tarishlari 2 tonna sakson yozilgan, 3 tonna 3,5 tonna yuk bosurasizlar. Hyundai Porter Kia Bongo bilan bemalol raqobatlashadigan mashina. Hammalarga yaxshi kunlarga nasib qilsin. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Umarım video sizlarga ma'qul keladigan umiddaman. Kecha ham Bartovoy, ham furgonimizni Jizzaxlik akamizga topshirdik. Bartovoyimizni Qashqadaryolik akamizga topshirdik. Naqdli avtokredit olganlarni ham polniy videosini oxirigacha qilganman. Faqat videoni oxirigacha ko'rib, Behruz kanaliga obuna bo'lib, podpishka qilib turinglar. Umarım video sizlarga yoqadi degan umiddaman. Sog' bo'linglar. Biz mijozlarimiz bilan bankka kelganmiz. Jack X2 ga to'lov qilgani va shu payt nimani ko'rib qoldim hozir. Jack X mashinamizni mana olganligim propan qo'ydirishgan ekan. Qormay aka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Siz yaxshimi? Qalay yuribdi aka mashina? Alhamdulillah. Yaxshimi aka? Mana Jack X2'miz. Bular polniy mashinalarni tashirga yurishlari qalay aka? Yaxshimi? Muammo yo'q. Yo'ligimiz topildi. Veliklarni yig'ib polniy shunda iniq qilasizlar, yig'ib yurasizlar. Gap yo'q aka. Necha tonnacha yuqortyapsiz? Tonnaga bormaydi aka. Tonnaga bormaydi? Ko'rgan taqdirda ham tonnaga bormaydi. Siz o'zi ishlaysizmi? Mashina o'zinikimi? Yo'q, shu firmaniki. Firmaniki, водитель ishlayapti uni. Propan qo'ydirgan ekansiz-a? Propanni qo'ydirgan mana. Lekin mashinaga vashcha qarashmabdi-da bor. Ichki salonlari. Qancha bo'ldi aka mashinaga? 1 yil bo'lib qoladi. 1 yil bo'lib qoldi. Damlari chiqib ketibdi aka buni? Yo'q, mana shu hozir aniga boshdagi bolalarga tutilganda. Bitta mo'yka ham qilish kerak ekanda. Bitta bolacha bugun yo'qdan olib beramiz degan. Bu Toshkent Motorsdan olgansizlar buni adashmasam. Mana o'zimizdan olgan. Faqat akalar mashinani qiynashibdi ozgina. Jack X2. Sizlarga ham hurmatli xaridorlarimiz shunday mashina kerak bo'lsa 90lik 069 20 20 90lik 988 71 00 ga aloqaga chiqsanglar xizmatlarini chiroyli qilib beraman. Naryoqda ko'rib tursanlar, Qashqadaryodan kelgan mijozlarim bor. Mashina 24 soat ishlar ekan. Umuman to'xtamaydi. Faqat ish chalmishadi. Bo'ldi. Ichlari kengligi qanaqa aka? Yaxshimi? Komfort aka. 2 o'rindiqli. Shofyordan tashqari, voditeldan tashqari 2 o'rindiqli. Lekin dokumentalniy ruxsati yo'q lekin aka, bilasiz? Dokumentalniy ruxsati yo'q. Konditsionerlari qanaqa ishlashlari? Chotki. Ismingiz nima aka? Nima tasvir qilasiz mijozligiga? Вообще zo'r, mashina olishdan Qaysi viloyatdan siz? Men o'zim Jizzax. Jizzaxdan? Jizzax zomindan ekan akamiz. Aka, yaxshi kunlik ko'rishaylik. Hurmatli xaridorlarimiz, sizlarga ham shu mashinadan kerak bo'lsa, shu qo'yayotganimdek 988 71 00 ga bilan aloqaga chiqinglar. Mana bular xolis odamlar, akalar. Polniy veliklarni ortishib, raskala dushkali, tentovka ekan mana bularniki. Yig'ib yurishibdi. Keling yordamlashib qo'ying. Yo'q, O'tarish qo'ying. Bu og'irmi deyman mana bular? Ana, ko'ryapsizlar. Ishlatib yurishibdi. Hammalarga tavsiya qilaman. Hozirda bu mashinalarimiz avtokredit bo'lsa 30% bilan chiqyapti. Agar naqdga olgan bo'lsanglar, 255 bilan 360 ming so'm. Furgonligimiz bor 275 bilan 520 ming so'm. Bartoyimiz bor 248 bilan 640 ming so'm. Xo'p, hurmatli xaridorlarimiz, sizlarga ham yaxshi kunlarga nasib qilsa, hozir bu yoqda ko'rgan mijozlarimiz bor. Biratan turibdi naryoqda. Xudo xolisa ularning ham ishlarini bitirtirib, o'zimizning servisdan propanlarni o'rnattirib beraman. Xudo xolisa bularning ham videosini qo'yib boraman hammasini. Chiroyli qilib niyat qilib qo'yinglar. 24 soat tinmas ekan bular bu mashinada. Aka, zapchast kerak bo'lsa ham chiqaringlar o'zimizga.
Karoku tushishlari ham yaxshimi aka? Agar darsga qaranglar, orqada ham joy bor-da. Bemalolmi, tizi og'rig'i yo'qmi aka? Bemalol. Bemalol. Necha kilometr yurasiz propanda? Propanda Ro'mani deganda 350 euro. 350 yurasiz. Nechtalik? 65 talik? Menimcha o'zimizni nazarlagandan qo'ydirgan bo'lsangiz kerak aka, menimcha firmamiz. Xo'p, hurmatli haydovchilarimiz, videoni tugatamiz. Yana qolgan davomiy videolarni qo'yib boraman. Qashqadaryolik akamiz ham bu mashinadan olyapti. Sizlarga ham bu mashinadan xudo xohlasa ma'qul kelsa, bemalol o'zimga chiqib Allohga. Yillari 24 ekan. 24 ekan. En og'ir necha tonnik ortdinglar aka bunga? Ortganingiz bo'ldimi? Bizda tonni yetmaydi. Jizzax qayerdansiz aka? Jizzax Zomindan, a? Jizzaxdagi Zomindagi akalarimizga ham salomlar bo'lsin. Toshkentdan mana prama bir video qildik. Aka charchaman. Yaxshi kunlarga o'ziga ham nasib qilsin. Ko'rish. Mana, hurmatli haydovchilarimiz, mashina ketyapti. Hurmatli haydovchilarimiz, mana biz bankdan to'lovlarimizni qilib, Zafran restoranimizga keldik. Mijozlarimiz bilan birga obed qilgani. Ko'pchilik mashinani zapchasi bormi deb so'raysizlar-ku. Mana qaranglar. Zafran restoranimiz yonimizda, o'zimizning zapchas do'konimiz ham bor. Jakka hamma zapchaslari bor bu yerda. Xohlasanglar bu tomonda ham zapchas do'konimiz bor. Mana ko'p mijozlarimizga nima qiling. Mana bu yoq polni zapchas do'konimiz. Bu yerdan kelib xohlagan mashinalarga jaklarni xarid qilsanglar bo'ladi. Mana xohlasanglar jemi narsalari ham bor. Akalarimiz o'tiribdi. Moy desanglar moy, filtr desanglar filtr, kalot desanglar kalotga. Assalomu alaykum. Hammasi ham bor. Yaxshimisizlar? Jak M4, M3, Jak X2 liga zapchaslarimiz bormi aka? Polni zapchas do'kon ko'rib turibsizlar. Kelsanglar bemalol qilib beramiz. Kerak bo'lsa dastlabki qilib ham chiqazib yuboramiz. Hozir mijozlarimiz ichkarida birga o'tirib obed qilamiz. Bu yoqda ham zapchas do'konimiz bor. Orqada metan propan o'rnatgan servisimiz bor. Xo'p, mana bu yer o'zimiz oldin avtosalonida hozir mana chiroyli qilib qilingan, ko'rib turibsizlar. Mana mijozlarimiz mana Qashqadaryodan kelgan. Mana bu yoqda ko'rib turibsizlar, o'zimizning Bekbuxoro va Afsona to'yilar ham shu yerda o'tirishdi. Mehmonni hozir bular Zafran restorani. Jizzaxlik mijozimizga ham Jak X2 furgonimiz topshirildi. Shaxsan o'zim olib ketyapti. Assalomu alaykum haydovchilarimiz va obunachilarimiz. Toshkent motor obunachilari mana bugun Jizzaxdan Abdurahmon akamiz kelgan. Abdurahmonga mashina maro bo'lsin. Ulardan tomon bo'lsin. Bunlar ham zo'rlar nasib qilsin. Yaxshi xizmatlarni qilsin aka. Qanday bo'lmagan bu tartiblar olishlarida qiynab qo'ymadinglar. Hozir kelganingizga mana uchun 1 soat bo'ldi. Kameraga qarab yapti. Ko'rdi 1 soat bo'ldi. Buni qancha bo'ldi? Chef. Besh barmoqdan quruq qo'lingni olaman menga. Ana shunaqa bo'ladi ajralish. Ye, pravara muborak bo'lsin. Jak X2 pultozor mashinamiz kerak bo'lsa, bemalol pastga raqamga aloqa qilib xizmatlarni chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Hammaga yaxshi kunlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Jizzaxlik akalarimiz topshirdi. Hozirda eng bizlarni kutib turgan Qashqadaryolik akalarimizga topshiramiz. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, mashinasini olib chiqib ketyapti. Akajon, yo'lingiz ochiq bo'lsin. Qorangi bo'lishiga qaramasdan olib chiqib ketishyapti. Kim minib ketadi aka buni? Shulardan chiqib bo'lmaydi edi. Biladimi minishni aka? Ha, Pravasi bormi? Menga qaraganda yaxshi edi, pravozi bor. Mayli aka, ehtiyot bo'ling demoqchiman-da. Bo'ldi aka. Xizmat bo'lsa chiqaverasiz aka.
Behruz O'zbek degan kanal ochganman aka. Oldin Behruz Uz edi, o'shanga obuna bo'lib qo'ying aka. Maylimi? Yo'q, tashlab qo'yaman. Odilbekka tashlab qo'yingmi? Bo'ldi. Jizzaxlik akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Mana hurmatli haydovchilarimiz ketdi mana Jizzaxga, xudo xolisa furgonli. Shaxsan o'zim topshirdim. Hadi Behruz deyapti. Mana Behruz O'zbek mani kanalim. Behruz O'zbek, millatimiz ham o'zbek. Xudo xolisa Qashqadaryolik akalarimiz kutib turibdi. Ularga ham hozir chiroyli xizmatlarni qilib beraman. Mana Qashqadaryoga ham ketyapti. Mijozimizga topshirdik mana. Bir kunda chiqazib beryapti. Hozir mana propanga olib kirishadi, promoy. Bank qilganimiz uchun ozgina vaqt oldi. Gapi to'g'rirog'i, mashinamizni skladdan olib keldik. Ozgina kech qoldi. Mana akamiz ham. Aka ma'qul keldi mashina, o'zim YouTube kanalimga qo'yaman. Obuna bo'lib qo'ying. Qashqadaryodansiz? Qayerdan? Kasb tumanidan akamlar Shlak blok zavodlari bor. Shlak blok kerak bo'lsa, akamlarga bemalol aloqaga chiqinglar yoki kommentariyaga yozsanglar, men akamlarning nomerini beraman. Uylarni sifatli qilib qurmoqchi bo'lsanglar, akamlar Shlak blokini tavsiya qilaman. Bu dastlabkasi ham bor aka. Dastlabkasi bormi aka? Dastlabki olasiz, to'g'rimi sizdan? Dastlabki olyapti. Hozir bu yerdan promoy servisimizga ketamiz. Propan o'rnattirishadi. Hurmatli haydovchilarimiz, sizlarga hammalarga yaxshi kunlar nasib qilsin. Jack X200 bartoyimiz. Hozir furgonni ham topshirdik. Videoni ko'rgan bo'lsanglar, xat nomerini olaman deb ham peshanamni ham urib oldim, azgina qoldi yorilishiga. Xo'p, shunday ishlayapti. Hozir mana servisga olib ketamiz. Haydovchilarimiz mana hozir servisimizga kelyapti. Jack X200 da. Haydovlar. Servisimizga olib kiryaptik. Hozir mana propan stonovga tashitdim-a, xudo xolisi bilan propanlarni o'rnatib, bugun chiqib ketadi. Kech bo'lishiga qaramasdan xizmatda biza. Iloji boricha Behruz O'zbek kanalini poddeshka qilib turinglar. Qo'lingizdan kelgancha like bosinglar, kommentariy yozinglar, bir qiziqishli bo'lsa. Xudo xolis men boshqa mashinalarni ham olib chiqaman. Faqat yaxshi mashinalarni olib chiqishga harakat qilaman, xudo xolis sizlarga. Undan tashqari bu qo'ni qo'shnilarmi, gruppalar bo'lsa, gruppalarga jo'natib qo'yinglar. Haydavering aka. Ishingiz yo'qmi? Mana hozir servisga olib kelyapti mashina. Haydavering. Propanlarni cho'tka qilib o'rnattirib chiqazib beraman. Kech bo'lishiga qaramasdan. Mana ko'ngilli xizmatda biza. Bular ham xursand, men ham xursandman. Chunki vijdonan ishlarni cho'tka qilib bitirtirib berayotganimiz uchun. Hammalarga shunday nasib qilsa, servisimizga keldik. Kech bo'lishiga qaramasdan usta akamiz ham haqiqatan chempion, ishini cho'tka qiladi bu akamiz. Nazirlik aka, assalomu alaykum. Aka, o'zlari endi kech qolib ketdi ozgina. Men bilan aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa Nazirlik ham tindiq qilib qo'yib beradi mashinaga. Nazirlik ham joz cho'tka qilib berarsiz aka. Hozir propan qo'yyapti. Aka, nimasiga garantiya berasiz? Ko'p mijozlar so'rayapti aka hozir bunga. Misol uchun sizdan kelib qo'ydirsa. Qo'yiladigan jihozlar aka, ishimiz, motoriga ham garantiya beramiz. Faqat gaziga emas, motoriga. Motoriga garantiya beradi. 1 yil 50 ming probeg garantiya beriladi. Lekin zavodni garantiyasidan chiqadi hurmatli haydovchilarimiz. Bu akamiz ishiga, zapchastlariga, lekin haqiqatan original zapchastni qo'yadi. Xitoy aralashtirmaydi, chunki bularga ham mijoz ketadi, hamda mijoz kelgan. Akamlar shu topshirib, yo'lga chiqib ketamiz. Bo'ladi aka. Jack X2 sizlarga ham shunday mashinamiz kerak bo'lsa, bemalol Behruz kanaliga Behruz O'zbek kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Behruz O'zbek deb yozsanglar, katta harfda, xudo xolisa chiqadi kanalim. Obuna bo'linglar. Yuzimni ham ko'rsatganman, men bilan tanib olasizlar. Hammalarga shunday yaxshi mashina nasib qilsa, 2 atmosferli motor, Toyota bilan samlashib ishlangan, 140 ot kuchiga ega, 2 tonna 80 bemalol kitobda yozilgan, 3 tonna 3,5 tonna yuk bossanglar bo'ladi. O'zimizda Samarqandda ishlab chiqarilyapti bu mashinamiz, UzAvtotrailer tomonidan. Yillari ham 25 buni 24 ham bor. Bonuslari, hamma narsasi bor. Aloqaga chiqsanglar, to'liq 100% ma'lumotini beraman. Nima dedingiz aka? Mashina yaxshimi? Yoqdimi o'ziga ham? Xizmatlarimiz kamchilik bo'lmadimi aka? Ochiq-ochiq aytavering. Charchatib qo'yganmiz ham uzr aka, men bor. Kech bo'lsa ham bitta bor. Bittami aka? Yaxshiligidir, to'g'rimi? Hamma narsada bir xayr bor-ku.
Shunday aka. Qandaydir bir hikmati bordir, lekin mijozimni Xudoga shukr hozir qilib jo'natdim. Hammalarga shunday mashina yaxshi kunligi nasib qilsa, shu mashinadan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. 90 069 20 20 90 988 71 00 ga aloqaga chiqaveringlar, hurmatli xaridorlarimiz. Behruz O'zbek kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasa, Xudo xolisa yaqinda Instagram kanalimni ham ochaman. Unga ham Xudo xolisa obuna bo'lib, poddesh ixtirosda qo'ldan kelgancha yaxshi videolar chiqarib berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar.